Assalomu alaykum hammalarga. Keyingi zakazlarimiz bitdi, mana olib kelib o'rnatyapmiz. Bu yerga ikkita eshik, ikkita rom MDFdan. O'zimiz blog'oshiga ustaxonamiz yonidagi mahallaga olib kelib o'rnatib berdik. Xo'p, bularimiz razmeriga keladigan bo'lsak, eshigimiz razmeri eni 1.10, balandligi 2.40. Derazamiz eni 1.30, balandligi 1.80. Xuddi shu razmerda ikkita eshik, ikkita rom. 0.8 qalinlikdagi MDFdan olib kelib o'rnatib berdik. Laklar glansiga ozgina chang holatdan shunaqa yaltirayapti, artib ulgurmadik. Bu devorlarga e'tibor bermaysizlar. O'z SUlarda perkos bo'ladi, bilasizlar. SU ham, lekin tekis qilib o'rnatib berdik. Manaqa iplari tortib, mana pastga bitta, tepa tarafiga yana bitta qilib ikki tomon ip tortib tekis o'rnatib berdik. Devorlar shunchalik qiyshiq, lekin biz uровеньga chiqarib chotga qilib o'rnatib berdik. Devorlar afishga qoradi. Eshik ham tekis chiqaradi. Tepa liniyalarni ham bir xil qilib berdik. Ozgina mehnatimiz ancha ko'p ketdi vaqtimiz bilan, lekin ish tekis chiqdi. Xo'p, zamogimiz har doimdagi o'sha millionni sanaqda zamog bilasizlar, doim shundan qo'yaman. Xo'p, oshib-oshadi, обязательно 3 ta qo'yamiz. Bitta, beliga bitta, pastga bitta, 3 ta. Shpanglet har doimdek o'yma, orqasida xunuk turmasligi uchun. Xo'p, bu shumkali qilib qilindi, bu yerda rezinkalari bor. Oynalari ham shumka qilib, germetika qilib solingan. Mana. Farqlamaydi. Endi germetika bo'lmaganini farqini sizlarga ko'rsatib beraman. Mana bu oldingi eshik romlar. Mana oynak germetikasi yo'q. Oynak farqini ko'rdinglarmi? Bu germetika bo'lgan oynak. Mana yopilganday farqi. Ham eshik shumka bo'lgan, ham germetika bo'lgan, yopilishi tixa yopiladi. Shunaqa. Nomerimiz 99 damiz. Bemalol O'zbekiston bo'ylab hamma viloyatga kelishilgan holda eshik romlarimizni olib borib o'rnatib beramiz. Yog'och, MDF, akfa hammasi bor. Shu nomerimizda Telegram, WhatsApp, Imo hammasi bor. Boshqa ma'lumotlar bo'lsa, yana telefon qilsanglar, kataloglar, boshqa ma'lumotlar beramiz. Kelishilgan holda inshaalloh sizlar uylariga ham shunaqa chiroyli eshik romlar qilib beramiz. Endi bu devorlarga e'tibor bermaysizlar, eski uyda shunaqa perkosi bor. Endi afishga bo'lgandan keyin, uylar remont bo'lgandan keyin eshik romimiz ochilib, bundan ham chiroyli bo'lib qoladi. MDFimiz vibri ko'p, har xil ranglari bor. Telefon qilib bog'lansanglar, razmerlariga moslab, keyin katta kelib qolib, kichkina bo'lmaydi degan holatda razmerlarga chiroyli tushadigan qilib borib o'lchab, olib borib o'rnatib beramiz. Nomerimiz 99 bemalol telefon qila olasizlar. Xayr, salomat bo'linglar.